Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Menlar yaxshi turibsizlarmi? Bugun biz darsimizning davomi bo'lgan olamning yaratilishining eng oxirgi qismi bo'lgan 49-50 boblarni birlikda ko'rib o'taylik dedik. Bugungi darsimizmi oldingiga o'xshashlam uzrab ketdi. Shuning uchun ham shuninglar bugungi darsimiz olamning yaratilishining eng oxirgi darsi bo'lg'achqa eng oxirida, ya'ni videomizning eng oxirgi qismlarida biz olamning yaratilish butun gavdasini bir qatim xulosalab o'tishni ham muvaffaq ko'rdim. Shuning uchun aniqlan bugungi darsmi ham ikki bob mazmun ham oxirsida butun olamning yaratilishining bir butun gavdasi bilan xulosalab barliq o'rganganlarimiz bir qatim yig'inchoqlab chiqadigan bo'lg'achqa videomiz, darsimiz aniqki uzrab ketadi. Mush oxir qismda bo'lib oldingi hafta ikki video qilib, yana ikki bobni biroq ko'rib, bu hafta ikki bobni biroq ko'rib, olam yaratilishini sal oldirab tugatadigan bo'lib qoldik. Shunday bo'lsa-mu, men oldin qatim deganimga o'xshash olamning yaratilishi darsimiz tugagandan keyin biz yangi ya'ni Yohanna bayon qilgan xush xabarlik darsimizni boshlashdan burun bir program ishlashni, ya'ni savollar, Aysa Mas'ud savollar bo'lsin, shularni bir qatim program ishlashni qilgandim. Buni bu hafta amal bor, bu hafta chiqarib qo'ymay u programmani. Buningdagi maqsadmi ham bu hafta tunugun Instagram chiqarganimga o'xshash Aysa Mas'udning azob haftasi deb chiqarib qo'ygan. Shuning uchun bu haftani hammanglarning yaxshi o'tkazishinglarni umid qilaman. Ya'ni yaxshi deganim shu xush xabar qismini o'qamizlar yoki jamoatinglarda balkim sizlarning alayt programmanglar bo'lishi mumkin. Ham shunaqla tirilish kunida Aysa Mas'udning qaytirilish kunini balkim alayt o'tkazishinglar mumkin. Bunda alayt o'tkazish degan nima desa, biz shu Aysa Mas'udni bizning qutquzuvchimiz, nijotkorimiz deb e'tirof qilgan ekanmiz. Aysa Mas'udning bizning uchun qurbon bo'lib, bizning gunohlarimiz uchun qurbon bo'lib, bizni qutqizish uchun, bizning uchun o'zining jonini fido qilib, bizni erishtirgan shu nijotlik, shu shifoliklarning nimaligini, shuning bizga nisbatan derak bergan ahamiyati, ma'nosining nima ekanligini texmi cho'nqur o'ylab, cho'nqur tushunib, shuna qilib o'tishinglarni, bu haftani shuna o'tkazishinglarni umid qilaman. Shuning uchun ham bu haftalik savol javoblarni chiqaramiz deb men oldin uqtirgan o'sha shu programmani o'rlashtirgan edik. Uningdagi maqsadmi bizning e'tiqodimizni dangsalib ko'rish. Biz anglagan shu xush xabarimizni Aysa Mas'udni bizning xo'jayinimiz qilgan ekanmiz, uning kimligini, uning bizning qalb taxtimizda o'tirgan vaqtida bizning qandoq e'tiqodimiz bilan yashashimiz kerakligini deganlarni biz bir dangsalib, o'zimizning e'tiqodimiz, iymonimizni bir qatim dangsalib chiqishimiz uchun ham shunaqla davomliq e'tiqodimiz bilan, Xudoning so'zi bilan tik turishimiz uchun yordam bo'lsin uchun shunday programmalarni o'rlashtirgan. Shuning uchun aktivlik bilan menlarning anglab chiqishinglarni umid qilaman. Ma'qul bo'lsa bugungi darsimizga avval kelaylik, ya'ni oldi bilan 49-50 boblarni muhim mazmunlarni gavdasi bilan bir qatim ko'rib chiqqandan keyin 50 bobni so'zlab bo'lgandan keyin qaytadan olamning yaratilishi bir butun gavdasi bilan qisqacha bir xulosalab olamning yaratilishi bu kitobimiz, chunki Tavratning birinchi qismi bo'lishi bilan yana shundaqla bizning butun muqaddas kitobimizning birinchi qismi, ya'ni birinchi varig'idan boshlab bizning e'tiqodimizning boshi hisoblandi, asosi hisoblandi. Shuni yildiz hisoblandi. Shuna bu mazmunlarni bir qatim xulosalab, texmi cho'nqur tushungan vaqtimizda biz keyingi qismlarni ham shunaqla yangi qismlarni olsun, bizning e'tiqodimiz olsun, texmi cho'nqur tushunchalarga bo'lishimizga yordam qildi. Shuning uchun 50 bobni so'zlab bo'lgandan keyin butun olamning yaratilishini nihoyat qisqa qilib yig'inchoqlab bir qatim ko'rib chiqamiz. Undan bo'lsa, biz oldi bilan 49-bobni o'qib chiqaylik. Yaqub o'g'illarini oldiga chaqirib ularga mundaq dedi: "Hammanglar oldim kelinglar, sizlarga duch keladigan ishlarni aytib qo'yay. Ey o'g'illarim, hammanglar kelib quloq selinglar. Otanglar Isroilning so'zlarini ko'ngil qo'yib tanishinglar. Ey Rubin, sen tunji o'g'limsan, sen kuch qudratimsan, cho'ng bo'lib topgan tunji o'g'limsan. O'g'illarim ichida eng g'ururligi va kuchligisan. Biroq sen kelkundek eqib tutuq bermiding. Sen kichik xotinim bilan bir o'rinda yetib, ko'rpamni bulg'ashqa, amdi katta kishi bo'la olmaysan." Shimon bilan Lavi ittifoqdosh bo'lib, ularning qilishlari rahimsizlik qildi. Qo'shilmayman ularning yomon niyatiga, qatnashmayman ularning suiqasdlik planiga. Chunki ular darg'azabda odam o'ldirib, buqalarning peyini xalg'ancha kesdi. Yaxsun la'natlar ularning g'azabiga, shundaqla rahimsiz o'chmanligiga. Tarqitib bitarman, chechib bitarman ularni Isroillarning arsiga.
Ey Yahuda, qarindoshlarың seni maqtar. Sen düşmanның gelini sıqarsan. Qarindoshlarың sening oldingda bosh qo'yar. Yahuda düşmaniga yashirdak etiladi. Uni mag'lub qilib qaytib keladi o'ziga. So'zilib yasa o'zida kimmi uningga tegishga jur'at qilar. Yahuda tutar padişahlık engişlerini, onun avlodlari yurgizar hokimiyatni. Keyin bütün el qo'shar tökbe onunga, butkul xalq ta'zim qilar onunga. Hadi hesapsız bay bolğanlıqıdan o, g'ajab qo'yishi qarmay taxiyening. Bağlab qo'yar uni eng yaxshi özümge, kiyimlerini yuyar özüm şarabida. Esil tonini yuyar özüm şerbetida, onun gözleri musallasdan qara, tishlari sutdan oq. Zəbulun turar deniz boyida, o yer kemi porti bo'lar, zimini Sidon tarafga so'zilar. Saskar goya kuchlik eshak bo'lib, eg'ilining ichida yotar. Ko'rganda u dam elish o'rnining yaxshiligini va yerining munbatligini, ortib yukning eg'rini murisiga qul bo'lib jabonliq ishga majbur bo'lar. Dan İsrail qabilasidan biri bo'lar. U o'z xalqiga adil hukm qilar. U yılandek yo'l bo'ylarda, zaharlik yılandek chig'ir yo'llarda, chiqib atning to'yiqini orqasiga yiqitar otliqlarni. Ey Parvardigorim, qutqizishingni kutmoqdaman. Gad qaraqchilarning hujumi uchirar, lekin u keynidan hujum qilib zarba berar. Ashirning zimini bayni mo'l ochliq ambiri bo'lib, podshohlarni u ta'minlar xos lazzatli tamoqlari bilan. Naftali erkin ani kiyikdir, o'tog'ar suyumlik bola kiyiklarni. Yusuf mevelik daraxtdir, o buloqqa yaqindir. Onun shoxlari halqib o'tar tamdan, shiddatlik hujum qilar dushman ovchilari uningga. O'qyalar dahshatlik etilar uningga, lekin uning yayi mazmut yanala. Uning qo'llari kuchlik yanala, tayanqashqa u Yaqub e'tiqod qilgan qodir Xudoga. Ya'ni Isroilning padishasiga, Quram teshiga. Atang ibadet qilgan Xudo sana yordam qilar. Hammaga qodir Xudo seni baxtli qilar. U sana xosiyatlik yomg'ir yog'dirib, yerdagi buloqlarni taqdim qilar. At kalalaringni ham avutib, avlodlaringni haslab ko'paytar. Atang Xudodan erishgan bu baxt qadimki tog' cho'qqilaridanmi, edirliqlardagi boyliqlardanmi buyukdir. Mana bu baxt saodat Yusufning beshiga, ya'ni qarindoshlaridan tanlanganiga qo'nar. Benyamin go'ya yetqush chilbora. O atigini tutqunni yalmab, kechisi o'ljalarni bo'lar. İsrailning bu 12 o'g'li, İsrail xalqining 12 qabilasining bo'g'lari bo'ldi. Bu so'zlar Yaqubning har bir o'g'li qilgan loyiq xayrlik duosidir. Yaqub o'g'illariga mundaq deb tapaladi. Ajdodlarimning qayshaq ketadiganga az qoldim. Sizlar meni ota-bovlarimning yeniga, ya'ni ixtlardan bo'lgan Afronning etizliqidagi o'nkirga debni qilinglar. Bu o'nkir Qanondagi Mamraning sharq tarafidagi Makiblah yesida bo'lib, Ibrohim u o'nkir bilan, ya'ni ixtlardan bo'lgan Afrondan yerlik qilish uchun setib olgan edi. Ibrohim va ayoli Sara u yerga qo'yilgan. Isoq va ayoli Rebaqami u yerga qo'yilgan. Men Liyahni u yerga debni qildim. U yer bilan o'nkir ixtlardan setib elingan bo'lib, sizlar meni shu yerga qo'yinglar. Yaqub o'g'illariga bu so'zlarni qilgandan keyin yetibla nafsi to'xtab, ajdodlarining qishig'iga ketdi. Xo'sh qarindoshlar, biz 50-babni sal turib boshlashdan burun qaytib o'qaylik. Biz 49-bab mazmunni boshlashdan burun oldingi mazmunni, ya'ni oldingi qatim biz 47-babni va 48-babni ayrim ko'rgan edik. Ya'ni 47-babda Yusufning qarindoshlari podshoh bilan ko'rishi va Yaqub otasi Yaqubning podshoh bilan ko'rishi, podshohga baxt saodat tilishi degan orqali biz baxt saodat deganga markazlashtirib alayda ko'rib o'tgan edik. Ya'ni Xudoning ahdisi bilan, ya'ni Ibrohimga taqilgan shu ahdilar, ya'ni ahdining mazmunida baxt degan atalg'i bor emasmi? Shu baxt uqumining nimaligi biz bir qatim qisqacha ham ko'rib o'tib, shu baxt saodatning Xudo o'zi tanlagan bandalar orqali kishilar yer yuzidagi insonlarga qana baxt saodat ato qilgan, baxt ato qilganlikqa oid mazmunlarni bir qatim ko'rib o'tdik. Ham shunaqla ocharchilik bo'lugida bo'lsa, ocharchilik voqeasida bo'lsa, ya'ni Xudoning Yusuf orqali shu qattiq ocharchilik mazgilida, shunaq ofat mazgilida qanday xalqlarning hayotini qutqizganligini biz ham ko'rib o'tgan edik. Ham shunaqla Yaqubning eng oxirida, ya'ni Yusufga topilgan so'z, ya'ni qasam qildirib meni
men vafot bo'lgandan keyin Misrdan elib chiqib ota-bolam debni qilgan deb oxirida Yaqubning shunday madhiyasining Xudoga madhiya qilganligidagi shu madhiyasining nima ekanligiga oid mazmunlarni biz bir qatim ko'rib o'tgan edik. Andan keyin 48-bobda bo'lsa, biz Yaqubning e'tiqodi bilan biz İbraniyalılar yazılgan xatdagi shu mazmunni biz asosan ko'rib turib Yaqubning e'tiqodi bilan Yusufning o'g'liga qilgan xayrlik duosi shu duoniki haqiqiy ma'nosining nima ekanligini biz ham ko'rib o'tgan edik. Buni oldin qatim sizlar darsimizni anglab chiqsanglar, chiqqan bo'lgan chiqar, aniq bilasizlar. Mushunchalik xulosalasak, qisqasi 47-48-bobda Yaqub bilan Yusufning ko'rishi, shundaqla Yaqubning hayotining eng oxirgi Misrdagi hayotiga oid mazmunlarni biz ko'rib o'tgan edik. Endi bugungi 49-bobmi Yaqubning eng oxirgi Misrdagi eng oxirgi hayoti, shundaqla uning vafot bo'lishiga oid mazmun 49-bob shu mazmun. Shu mazmunda Yaqub o'g'illarini oldiga chaqirib ularga qilgan duosi, ya'ni oxirgi vasiyatlar, ya'ni oxirgi so'zlari, shu mazmunlarni har bir o'g'liga qilgan shu so'zlarini qisqacha ko'rib o'tamiz. Shunaqla eng oxirsida Yaqubning dafni vafot bo'lganligiga oid mazmun. Ya'ni Yaqub Ölüş aldıda, yani vafat buluş aldıda oğullarını aldığı çağırıp, hammasiga sizlar duş keldigan ishlarni aytib qo'yay, aytib beray deb 49-bobda shunday chaqirib, shunday gap qildi. Bu yerda sizlarga dush keldigan ishlarni aytib qo'yay desa, faqat bu shu o'g'illarning hayot vaqtida shu hozir Yaqubning bolalari bor emas, shu bolalarning dush hayoti bo'yicha dush keldigan ishlari deb ko'rishga faqat shunday ko'rish bo'lmaydi. Bu yerda dush keldigan ish degani İbranicha oxirat deydi. Ahirda, yani bizge bu söz ahiret bulup kirgen, lekin biz bunu ahiretinin hayatını, dünyanın ahireti deb görürüz. Ahiret, ahiri dediğimiz ki ahirki işler, keyinki ve ahirki küllerde, keyin yüz bergan ishlar deb turib, shularning hayotida bo'lib qolmasdan ularning avlodlari va ular orqali yuz bergan, ularning avlodlari orqali yuz bergan ishlarni o'z ichiga oldi deb ko'rishga bo'ladi. Shunday qilib yerda Yaqub har bir o'g'liga birdan qilib oz bo'lsin, ko'p bo'lsin o'zining deydiganlarini deydi. Biz buning ichida muhim bir qanchasini ham ko'rib, bu mazmunlarning Yaqubning bu degan so'zlaridan keyin qandoq amalga oshirilganligi, qayerda amalga oshirilganligini bir qatim deb o'tsak, qiziqadiganlar mushuna degan so'zlarni asos qilib turib, qaytadan ko'rib, shu mazmunlarni ko'rib chiqsanglar, texmi chunqur tushuna olasizlar, texmi chunqur bilimga ega bo'la olasizlar. Masalan, biz Ruben tunji o'g'li emasmi? Yaqubning tunji o'g'li Ruben haqida bo'lsa, uni ya'ni sen tunji o'g'limsan degan bilan, ya'ni tunji o'g'li Ruben asli Yaqubning tunji o'g'li miros huquqiga erishishga to'g'ri keladigan o'g'li edi Ruben. Lekin Ruben qanday qildi desak, o'zining ya'ni kichik xotini Bilha bilan bir o'rinda yetib, bu karatimni bulg'idi deydimiz. Shunga mening ko'rpanni bulg'ashga katishni qilolmaysa degan vaqtda biz bu voqeani biz ko'rib o'tgan edik. Ya'ni olamning yaratilishi 35-bob 22-oyatda Yaqubning tunji o'g'li Rubenning Yaqubning kichik xotini bo'lgan Bilha bilan birga yetib, otasining o'rnini bulg'ab, ya'ni zina qilganga oid mazmunni biz shu vaqt so'zlagan vaqtida bu mazmunning nimadan deyrak berganligini biz shu vaqtda aniq deb o'tgan, ya'ni 35-bobda. Ya'ni otasining xotini bilan birga yetish degan bu otasining huquqiga, otasining nimasiga daxl taruz qilgan bilan birga bir qisqacha deb o'tsam, birinchi mazmun. Undan keyin ikkinchi mazmun nima desa, bu Bilhani nisbatan aytgan vaqtida eri va ayol bilan zina qilish bo'lsa o'limga mahkum qilingan bir voqea edi. Shunday qilib bu Yaqubning tunji o'g'li bo'lgan Rubenning qilgan ishlarining naqadar bir ichinarliq ish ekanligini biz 35-bob 22-oyat Ruben haqida so'zlagan vaqtida biz shu vaqtda tafsillab o'tgan shu voqeani aniq ko'rib o'tsanglar bo'ladi, qayta anglab chiqsanglar bo'ladi tushunish uchun. Endi ikkinchisi bo'lsa Shimon bilan Laviyni bir vaqt tilga oladi. Ya'ni Shimon bilan Laviy ittifoqdosh bo'lib qilishlar rahimsizlik qildi deganda bu yerda qaysi voqeani ko'z tutdi desa,
Bunun biz ko'rib etgan Shekemda Yaqubning qizi Dinaning nomusiga tekkan vaqtida shu shekemliklar ularga yeligi bilan gap qilib, ularni xatni qildirib, ularni hammasini qirib etgan emasmi? Shu vaqani ko'rsatib turib, bu yerda rahimsizlik qildi, odam o'ldirdi deb turib, shunday ta'sirlaydi. Shuning uchun bu yerda Yaqubning degan so'zi bularning hayotini oxirgi avlasa, ya'ni ular shunday qilgan bo'lg'achqa yani adam o'ldirishga, ular yomon niyatli adam o'ldirishga, suiqasd planlag'ashga, rahimsizlik qilgan bo'lg'achqa, men ularning shunday yomon niyatiga qo'shilmayman, ularning yomonliklari bilan bir tarafda turmayman deb turib, ularni keyin tarqitib yetaman, chechib yetaman Isroil arsiga deydi. Bu yerda Lavi bilan Shimon buni biz bu haqiqatan Yaqubning bu so'zining keyin haqiqatan amalga oshganligini biz ko'ra olamiz. Masalan, biz bilsanglar biz Telegramda kunda muqaddas kitobni o'qib ma'lumotimiz, Yeshuvani o'qib bo'ldik, Sardarlarni o'qib bo'ldik, 1-Samuelni hozir o'qiyotimiz. Biz Yeshuvani o'qigan vaqtimizda Isroillar Misrdan chiqib Qanon zaminiga kirgan vaqtida, Qanon zaminiga kirib, ularning shuna yer egallab, yer taqsim qilinganligiga oid mazmunlar Yeshuva qismida bor edi emasmi? Shu qismi qaraydigan bo'lsamiz, Shimon nada desa, Shimonning yatavaligi, ya'ni Shimonning yatavaligi Yahuda qabilasining ichida joylashadi. Laviylar bo'lsa, qanday desa, Xudoning xizmatiga alayda atalgan xalq bu, atalgan bir qabila bo'lishgan. Buni biz qonun shari'ni o'qigan vaqtimizda sizlar anlab o'tgan. Laviylar bo'lsa, Xudoning xizmatini, ya'ni Xudoning ibodat ishlaridagi ishlarni qilish uchun alayda atalgan bir qabila bo'lg'achqa, bu Laviylar bo'lsa, shu Yeshua qismini o'qisak, Isroiliya bu qabila, ya'ni Yaqubning bolalari, ya'ni 12 qabila Qanon zaminiga kirganda, bu Laviylar Xudoning xizmatini qilish uchun 12 qabila o'ltiraqlashgan shu zamonlarda hammasiga tarqaqlashib, Lavi qabilalari tarqaqlashib, shu jami 48 shaharga bularning o'ltiraqlashganligini biz Yeshua 21-bobni o'qib baxsanglar, buni bila olasizlar. Demak, bu Yaqubning Shimon bilan Laviga degan so'zining albatta shu vaqtda shunday amaliylashganligini biz ham ko'ra olamiz. Endi bu Yaqubning qilgan so'zlari ichida biz alayda biz diqqat qilishimiz tegishli bo'lgan mazmun nima desa, Yahudaga aytgan so'zi. Yaqubning Yahuda uchun so'zi, Yahuda va uning Yahuda qabilasi va Yahuda orqali oxirida amalga oshadigan shu so'zlarga oid mazmunni biz alayda ko'rib o'tishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni Yaqubning Yahuda degan so'zlari, mushu so'zlar biz alayda diqqat qilib o'tsak, bu so'zlar, mushu so'zlarning ham İbrahimning ahdisining texmi İbrahim bilan va'da bergan shu va'da ahdining texmi biroz konkretlashishi, ham shunday muqaddas kitobning butun oxiridagi mazmunlar orqali bu kitob, bu mazmun, ya'ni Yahuda orqali aytilgan so'zlarning texmi konkretlashib, texmi cho'nqirlashib, texmi atrofliq bo'lib, keyin qanaq yuz amaliylashganligiga oid mazmunlarni ham biz muqaddas kitobning oxir qismlarida ham biz davomli ko'rib o'tamiz. Masalan, Yahudani dushmaniga ilinishadiganligiga, dushmaniga yosh shardak etildigan qilib, dushmanlarni mag'lub qildiganligiga, ham shundaqla Yahudadan bir podshohlik angushtiri. Ya'ni uning avlodlarida shu podshohlik angushtiriga tutadiganligini va avlodlarining hokimiyatni yurgizadiganligiga oid bir alayda mazmun bor. Birisi podshoh chiqadiganligi, yana birisi hokimiyat yurgizuvchining, hokimiyat tutquchining shu Yahuda qabilasidan, ya'ni Yahudaning avlodidan chiqadiganligini alayda deb aytadi. Ham shunday yana bir muhim mazmun desa, butkul xalq ta'zim qil, ya'ni uningga ta'zim qilar deb turib, butkul xalq buningga shu Yahudadan chiqqan, Yahudaning avlodidan chiqqan shu podshohga, shu hokimiyat yurgizuvchiga, shu kishiga, ya'ni shu Yahuda qabilasidan chiqqanga butkul xalqlar ta'zim qildiganligiga oid alayda shunday mazmunni biz alayda ko'rib o'tishimizga to'g'ri keladi. Bu yerdagi, ya'ni podshohlik degan so'z, ya'ni biz İbrahim mazmuni bilan qaraymiz, İbrahim ahdisi bilan qaraydigan vaqtida, men sana ko'p avlodlarni beraman, ularning orasidan yangi xalq va podshohlarmi chiqadi degan mazmun bor. Ya'ni yaratilish 17-bob 6-oyat qarasak, biz shu vaqtda Xudoning İbrahimga oldin degan shu so'zini biz aslab o'tsak, İbrahimga shunday bir uning avlodidan podshohmi chiqadi, podshohlarmi chiqadiganligini alayda aytib o'tgan. Biz sal turib, ya'ni oxirida biz ko'rgan vaqtimizda buni
biz deb o'timiz, ya'ni İbrahim orqali boshlangan mazmun İbrahim, İshaq va Yaqub, hozir Yaqubning avlodlari deb ko'ryapmiz. Shuning o'xshash bu İbrahimning Xudoning İbrahimga degan va'dalari, ahdlari, shu so'zlarining endi bu yerda Yaqubning bu yerda Yahuda degan so'zida podshoh angishtirini, Yahuda tutar podshoh angishtirini, uning avlodlari yurgizar hokimiyatni deb turib, shu İbrahimga bergan shu va'dasi, ahdisining ichidagi shu mazmun bu yerda Yaqubning bu yerdagi xayrlik duosi, vasiyati, bolalar qilgan shu so'zlarning ustida yana chiqib, bu yerda yana o'rin oldi bu so'z, yana podshoh degan gap. Shunday qilib o'zaro bog'lanishlikni, shu ahdining ichidagi mazmunlarning o'zaro bog'lanishligini bu yerda taxmo ko'rsatib beralaydi. Biz qaraydiğimizda İbrahim ahdisining, İshaqning va Yaqubning, shunday Yaqubning avlodlari ustidagi bu va'dalarning konkretlashishi, chunki biz oldingi qatimlarda biz 47-bobda bo'lsin, mayli 46-boblarda bo'lsin, oldingi mushu yaqinqi 3 haftadagi mazmunlarda biz bu ahdlarning qanday bog'lanib, qanday konkretlashganliklarini, bu ahdining mazmunining nihoyat muhimligini biz alohida tilga olib o'tgan edik. Hem shundan keyin biz Misrdan chiqishdan boshlab cho'l degan o'sha Tavratning qolgan qismini ko'rib o'tgan holatimiz bo'lsa, Musodan boshlangan, ya'ni Muso ahdisi, Muso orqali degan Xudoning so'zlarini ko'rib o'tgan holatimiz bu va'da, bu ahdlar u yerda texmo qanchalik konkretlashganligini ko'rib o'tamiz. Va oxirsida Davud orqali so'zlangan mazmunlar orqali Davud payg'ambar, Davud podshoh mazmunini ko'rgan vaqtlarimizda hozir yana bo'lib kundan boshlab biz Davud ya'ni 1-Samuelning Davud qismini biz o'qiyapmiz. Shu Davud qismini o'qiyotgan vaqtimiz alohida diqqat qilib anglasanglar bo'ladi. Shuncha Davudga Xudoning bergan va'dalari, ya'ni sening pushtingdan mangulik birsi taxtini varis qilamiz chiqadi degan o'xshash, sening chirig'ini o'chamayman degan o'xshash mazmunlar bor. Shuningdan keyin biz Yeshaya qismini, ham ya'ni shu Konahda Yeshaya qismini o'qisak, Davudning pushtidan, Yeshayning avlodidan bir big chiqadi degan o'xshash Yeshaya payg'ambar, Yeshaya qismining 9-bob, 11-boblarni va 53-boblarni bo'libmi biz bu hafta azob haftasi deb tunugim Instagram chiqarganda Yeshaya 53-bobdagi mazmunlarni birinchi oyatdan 6-oyatgacha mazmunlarni qisqacha men chiqarib qo'ygan. Qaraydiganimizda Yeshaya payg'ambar shu milodidan burungi, ya'ni Isa Masih kelishdan burungi vaqtlarda shu Davudning pushtidan keldigan mangulik Davudning taxtida o'ltirguchining kim ekanligiga oid oldin bishorat bergan mazmunlar bor. Ya'ni nima demoqchi desa, Davud ahdisi orqali, ya'ni Davudga o'xshash, ya'ni shu taxtida, podshohlik taxtida mangulik o'tirguchi degan o'xshash, shu podshoh toki Davud ahdisigacha ulinib shu podshoh degan so'z, shu podshoh degan hukm toki Davud ahdisigacha ulinib, oxirsida bu Davud ahdisidagi shu podshohlik angishtirini tutguchi, shu podshohlik taxtida mangulik o'rin olguchi, shu hokimiyat yurgizguchi, mangu hokimiyat yurgizguchining kimligiga oid oldin bishorat bergan mazmunda Yeshaya qismida ekanligini biz ko'rib o'tgan. Ham shunday Yeshaya qismidagi shu oldin bishoratlarning biz xo'sh xabar, ya'ni bizning yangi kitobimizdagi xo'sh xabarda ya'ni Luqa bayon qilgan xo'shxabar 4-bob qaraydigan bo'lsak, Isa Masih shu Yeshaya payg'ambar yozmasini, ya'ni ibodatxonda shuni o'qib turib, ya'ni Xudoning ro'yi mening vujudimda, chunki u meni kambag'allarga xo'shxabar yetkazishni tanlab, kuch qudrat ato qildi degan o'sha mazmun bor. Shu mazmunni Hazrat Isa deydi, sizlar anglagan bu oyat bugun amalga oshirildi deb turib, Yeshaya payg'ambar shu 61-bobdagi ham oldin bishorat bergan shu so'zning qanday qilib Isa Masihning ustida amaliylashganligini, ya'ni shu ahda İbrahim bilan boshlangan shu ahda va'dining shu va'da so'zlari, Xudoning shu va'da so'zlarining barabara konkretlashib, qanday qilib bu yangi xo'shxabar, ya'ni yangi ahda xo'shxabardagi, xo'shxabar qismidagi yangi ahda bo'lgan Isa Masihning ustida qanday qilib mukammallashganligini, mukammal amalga oshirganligiga oid mazmunlarni ham biz o'zimiz ko'ra olamiz bu yerda. Endi bu yerda ahda bo'yicha qaraganimiz, ya'ni podshohlik angishtirir, ya'ni podshohlik degan so'z bilan ham shuni ko'raliganga o'xshash. Endi bu ahdlarning ichidagi podshohlik bilan boshqa yana shu İbrahim bilan, İshaq bilan, endi Yaqub bilan, Yaqubdan keyin Yaqubning 12 farzandlari, ya'ni 12 qabilalar, ya'ni Isroil xalqi ichidagi, shu Isroil xalqi ichidan
qaysi qabiladan endi shu Xudoning oldin deb bergan, oldin bishorat bergan, oldin va'dasi bergan shu podshohlik angishtirini tutadigan kim bo'ladi deganga oid mazmunni bugun Yaqubning oldin degan so'z orqali biz Yahuda qabilasi ekanligini biz ham ko'rib olamiz. Biz qaraydigansak Davudmi Yahuda qabilasidan. Ya'ni biz qaraydigansak, ya'ni Vahiylar qismi 5-bob 5-oyat qaraydigansak yig'ilma qara Yahuda qabilasidan kelgan shir. Davudning notisiga g'alaba qildi. Oram yozmini va uning 7 pechitini aytishga qodir deb turib, bu yerda ham Yahuda qabilasidan bo'lgan Yahuda qabilasidan kelgan shir deganlarni ham biz qaraydigansak Yeshaya payg'ambarning qismi bilan aytdi tutashligini, munosabatlik mazmun ekanligini biz ham ko'rib olamiz. Ham bugun o'qigan mazmunlar, bugun biz Telegramda, ya'ni Samuel 1-qism kitobni o'qigan edik, 21-22 bobni o'qigan vaqtimizda Davudning shu Yahuda qabilasidan ekanligini biz ham oldin ola deb o'tgan edik. Ham shunday Yeshaya payg'ambarning, ya'ni 11-bob 1-10-oyatlar qaraydigan bo'lsakmi, Yeshayaning iltizini bir ko'cha yiltilib chiqib, meva berdi, Parvardigor ro'yi uning tushdi degan o'xshash mazmunlar. Ham shunday Yeremiya payg'ambar qismlarida, ya'ni demakchi, shu Yahuda qabilasidan dal podshohlik angishtirning chiqadiganligi, hokimiyat yurgizning chiqadiganligini va mangulik podshohning chiqadiganligiga oid mushu so'z, mushu bishorat. Ham shundaqla bu podshohga, ya'ni podshohlar angishtirni tutquchiga, hokimiyat yurgizguchiga butkul xalqlar ham ta'zim qildiganligiga oid mazmuni ham mushu Yaqubning bugun Yahuda uchun qilgan mushu duo, ya'ni xayrlik so'zi oxiratda yuz bergan Yahuda qabilasi, ya'ni Yahuda orqali, uning avlodlari orqali amalga oshadigan shu so'zlar qilgan mushu so'zidan biz ko'rib olamiz. Endi bu Yaqubning bu yerda qilgan so'zlari bo'lsa ham Ibrohim qilgan shu ahdining amalga oshishi bilan birlikda biz yana nimani ko'rib o'talaymiz desak, biz olamni yaratilish 3-bob qaraydigan bo'lsak, yilonga, ya'ni shu vaqtida gunoh paydo bo'lgandan keyin Xudo deydimizmi yilonga, shu qilmishing, ya'ni bu qilmishing uchun jazo tortilsan deb, ya'ni azirmasab yer beg'irlab minib umr oy topaysan deb turib, ya'ni 3-bob 15-oyat alaydı bir mazmun bor. Seni ayol bilan dushman qilman, uning avlodi bilan sening avlodingni dushmanlashib o'tadi, uning avlodi sening beshingni yanjiydi, sen uning tapanini chaqsan. degan shu so'z orqali oldin bishoratda biz 3-bob aytgan vaqtimizda buni deb o'tgan, buni tafsili tushuntirib o'tgan, ya'ni so'zlab o'tgan. Shuning o'xshash, ya'ni ayol bilan dushman qilgan ayolning avlodi, ya'ni ayolning avlodi dal shu mangulik podshohlik angishtirini tutquchi, mangulik hokimiyat yurgizguchi, butkul xalqlar ham ta'zim qilguvchi bo'lgan shu Yahuda qabilasidan chiqadigan Yeshayaning notisiga ham markazlashadiganligini biz bu yerda ham ko'rib o'talaymiz. Ya'ni bir moslashtirib, ya'ni ulab turib bu yerda biz oldin ola tushuna olamiz. Balkim sizlarga hozir bu biza tez bo'lishi mumkin u yerdan bu yerdan so'zlagashga. Hozir yoritilishini ko'rdik, keyin yangi ahdidan Yohanna qilgan xo'shxorni ko'rib bo'lib, biz bir qatim Yeshaya payg'ambar qismini ko'rib chiqishimiz to'g'ri keldi. Shu Yeshaya payg'ambar qismini sizlar to'liq tushunib turib o'qigan vaqtinglarda bu bishoratlarning, bu so'zlarning nima ekanligini, haqiqiy uqumining nima ekanligini, qanday bir-birisiga munosabatlashib, qanday bir-birisi bilan ulashib, qanday qilib amalga oshirilganliklari, Xudoning har bir bishoratining nihoyat inchga bizning tushunishimiz uchun, bizning tunishimiz uchun Xudoning shu dastlab qilgan so'zlarining, shu va'dalarining dal Ayso Masih ustida qanday amaliyalashganligini, shu Ayso Masihning Xudoning bizga evatgan shu qutqizuvchisi, Xudoning bizga boshqib bergan podshohimiz ekanligini biz to'liq tushunishimiz uchun nihoyat burundan boshlab, toki Ibrohimdan boshlab azozdan shu bishoratlarni bizga oldin ola bildirib, oldin ola bizga tushuntirib, shu va'dalarni texmi konkretlashtirib, shunaqaliklarni biz shu barliq muqaddas kitobning qismlarini ko'rib, o'rganib chiqqan vaqtimizda nihoyat aniq tushuna olamiz. Demak, qisqasi Yahuda qabilasidan shu podshohlik angishtirini chiqadiganligini, hokimiyat yurgizgan birisini chiqadiganligini, ham shunday buningga butkul xalq ham ta'zim qilgan bir ekanligini shu Yaqubning Yahuda ustida qilgan so'zi orqali biz oldin ola ko'ra olamiz. Ma'qul, Yahuda orqali shunchalik ko'raylik, bak keng doirada qisqa da'vatda tushunolmasliginglar mumkin. Shundaqdimi oldin shunday mazmunlarning qanday bir-birisi ulanganligini bir ko'rib o'tsin, anglab o'tsin deb men so'zlab o'tdim qisqacha.
Әмді Яқұпның қаған оғылыр, яғни Зәбулun болсын, Саскар болсын, Дан haqidagi so'zlar bo'lsin, bu qabilalarga oid mazmunlar bo'lsa, biz o'qib o'tgan, ya'ni Yeshua, Sardarlar, shulardan oid aniq konkret bularga oid mazmunlar ham chiqdi. Shuning bilan moslashtirib, texmi cho'nqur tushunib o'qib baqsanglar, bu qabilalarning nalarga o'rinlashtirib, qanday ishlarni qilganligiga oid mazmunlar shu joyda bor. Endi bu 49-babning oxirgi mazmuni nima desa, Yaqubning vafoti bo'lishidan burun biz oldin qattim biz 47 bab oxirida Yusufni chaqirib, Yaqub o'ziga emas, o'lish oldida meni Misrga dafn qilmasdan, balki ota-bobom dafn qilingan yerga dafn qilgin deb shu joy shu vaqtda topilgan edi. Shuning o'xshash Yaqub bo'lsa, ota-bobolari dafn qilingan shu zaminning qayerga ekanligini, ya'ni Ibrohim shu Sarani dafn qilish uchun xitlardan setib olgan shu zamin ekanligini, u yerning nega joylashganligini konkret degan mazmundan shu 49-bab 29-oyatdan 33-oyatlargacha bo'lgan mazmun. Ya'ni shu İbrahim degan emas, men bu yerni oilam qabristonlik qilay deyman deb degan mazmun bor. Shuning o'xshash Ibrohim ayoli Sara shu joyga qo'yilgan, Isoq va ayoli Rabaqa shu joyga qo'yilganligini, ham Yaqub o'zining ayoli Liyahni shu joyga dafn qilganligini, shu joyga yeni xitlardan setib olgan shu o'nkirga ham Yaqub o'zini shu joyga dafn qilishligini kerakligini o'g'illariga taplab turib, oxirgi nafsini yeni vafot bo'lganligiga oid mazmunni bu yerda deb o'tadi. Qisqasi 49-oyatda Yaqubning bolalariga qilgan shu duolar, xeyirlik so'zlari orqali biz Yahuda qabilasi orqali, Yahuda orqali uning avlodlaridan podshohlar angishtirni tutadigan, hokimiyat yurgizadigan, shundaqla bu hokimiyat bu podshohni tutquchiga butkul xalqlar ta'zim qilganligiga oid shu mazmunning bizning uchun oldin bishoratlik mazmun ekanligini biz shu orqali ko'rib o'tamiz. Ma'qul qarindoshlar, biz darsimizning davom 50-babni davom ko'rib o'taylik. Oldi bilan 50-babni bir qatim o'qib chiqaylik. Yusuf atısının jasadiga o'zini tashlab, asrat bilan yig'lab, uning yuzini so'ydi. Keyin Yusuf qo'l ostidagi tabiblarga atısının jasadini mumlashni buyurdi. Ular odatlari bo'yicha 40 kun ichida jasadni chirishdan saqlash xizmatini tamomladi. Misrliklar uningga 70 kun motam tutdi. Qarliq tutish mazgili o'tgandan keyin Yusuf podshohning amaldorlariga: "Ig'ir ko'rmasanglar, podshohga mundaq danglar. Atam jon uzish oldida meni o'zini qanonda tayyorlab qo'ygan yerlikka qo'yishimga qasam qildirgan edi. Shuning uchun menga ijozat bersa, u yerga berib atamni dafn qilib kelsam" dedi. Podshoh uningga: "Barsin, atasiga bergan qasam bo'yicha dafn qilsin" deb javob qaytardi. Bunun bilan Yusuf atasini dafn qilg'ili ketdi. Podshohning barliq xizmatchilari, o'rda amaldorlari va Misrdagi ko'z ko'ringan arboblar Yusuf bilan birga berishdi. Yusufning butun oilasi, qarindoshlari va otasining jamoatlari uning bilan birga bordi. Faqat Yusufning kichik bolalari va qo'yqonlari Go'shanda qolgan edi. Uning bilan birga borganlarning ichida yana jang arvalariga o'ltirganlar va otliqlar bor edi. Shunday qilib ular go'yo cho'ng bir qo'shinday bo'ldi. Ular Yordan daryosining nerisidagi Atat degan yerdagi hamon kelganda qattiq yig'zar qilishdi. Yusuflar u yerda 7 kun oz tutdi. Buni ko'rgan qanonliqlar Misrliklarning dafn murosimi nim degan dag'dug'liq deyishgan edi. Shunga bu yerga Abil Mizraim, ma'nosi Misrliklarning oz tutishi deb nom qo'yildi. Shunday qilib Yaqubning o'g'illari atasining topshirig'i bo'yicha uning jasadini qanonga birib Mamraning sharqidagi Makiblahdagi o'nkirga dafn qildi. Bu o'nkir Ibrohim Xit qabilasidan bo'lgan Afrondan qabristonlik uchun setib olgan etizliqda edi. Yusuf atasini dafn qilib bo'lib, o'z qarindoshlari va dafn murosimi qatnashgan barliq kishilar bilan birga Misrga qaytib keldi. Yusufning atasi o'lgandan keyin uning qarindoshlari: "Agar Yusuf ko'nglida burun uningga yomonlik qilganimiz uchun adovat saqlab, bizdan intiqom olman desa qanday qilamiz?" deb o'ylashgan edi. Shunga ular bir kishi orqali Yusufga: "Otimiz jon uzish oldida bizga sana buni aytib qo'yishimizni topilgan. Akillaring sana yomonlik qilib qo'ydi. Ularning gunohini kechirim qilib, shuning uchun sendan bizning xatoligimizni kechirim qilishingni so'raymiz. Biz bo'lsak atang ibodat qilgan Xudoning xizmatkorlari" deb so'z yetkazdi. Yusuf bu so'zni anglab yig'lavatdi. Ondan Yusufning qarindoshlari uning oldiga berib beshi yerga tekkucha ta'zim qilib mundaq dedi: "Biz sening qo'ling bo'layli.
Yusuf ularga: "Qo'rqmanglar, men hukm qilib jazolaydigan Xudo emasman. Sizlar aslida menga ziyonkashlik qilmoqchi edinglar, lekin Xudo nurg'un kishilarning hayotini saqlab qolish uchun yomon ishinglarni yaxshi ishga aylantirdi. Bugun mana shuncha nurg'un kishilar hayot qoldi. Sizlar qo'rqmanglar. Men cho'qim sizlarga farzandlaringlarga g'amxo'rlik qilaman" dedi. Yusuf qarindoshlariga mehribonlik bilan tasalli berib, ularni xotirjam qildi. Yusuf va uning otasining urug' jamiyati Misrda o'ltiraqlashib qolgan edi. Yusuf 110 yoshida olamdan o'tdi. Uning umri shunchalik uzun bo'ldiki, u hatto o'g'li Efraimning 3-avlodini ko'rishga muyassar bo'lgan. Yusuf Manassehning o'g'li Makirning o'g'illarini o'z qo'yniga olgan. U qarindoshlariga: "Men olamdan o'tishga oz qoldim. Xudo cho'qim sizlarga ko'ngil bo'lib, sizlarni bu yerdan elib Ibrohimga, Isoqqa va Yaqubga va'da qilib bermoqchi bo'lgan ziminga boshlab boradi" dedi. Yusuf qarindoshlariga yana: "Xudo sizlarga g'amxo'rlik qilib, sizlarni u yerga elib ketgan vaqtda mening jasadimni elib ketishga mening oldimda qasam qilinglar" dedi. Yusuf 110 yoshida Misrda olamdan o'tdi. Ular uning jasadini chirishdan saqlash uchun mumlab sanduqqa selib qo'ydi. Xo'sh, davomini ko'rsak, ya'ni Yaqub vafot bo'ldi emasmi? Shunga endi bolalari Yaqubning vasiyati bo'yicha, Yaqubning so'zi bo'yicha shu İbrahim ailesi uchun setib olgan shu qabristonlikqa, shu joyga dafn qilg'ili borgandagi mazmun dal mushu 50-bob 1-oyatdan 14-oyatgacha bo'lgan mazmunlar. Endi bu bo'lakda bo'lsa, bolalari Yaqubning vasiyatiga binoan Yaqubni ana shu Xudo va'da bergan zimin, atisi İshak, yani bu balalarning atisi Yaqub, Yaqubning atisi İshak, İshakning atisi İbrahim bo'lgan bular birleşib qo'yilgan shu qabristonlikqa dafn qilish uchun bularni, ya'ni atisining vasiyatini ijro qilib shu joyga apmanganligini ko'ra olamiz. Endi bu yerda bularning dafn murosimi orqali bizmi hozirmi ham shunday his qilsanglar, odamning e'tiqodiga qarab ularning dafn murosimi o'xshamaydi. Biz bo'lsak kumimiz. Nima uchun kumimiz? Biz bo'lsak qayta tirildi, inson qayta tirilib Xudoning oldiga hukm so'roqqa boradi degan musulmonlar ham, xristianlar ham, yahudiylar ham, katoliklar bo'lsin, hammasi kumush, ya'ni ko'mib turib qildigu. Lekin buddistlar va boshqa nimalar ko'ydirib etadiganlar bor. Hatto parchalab qushlarga, yovvoyi qushlarga shunday odamning go'shtlarini, ölükning jasadning go'shtini yegizib yetadiganlar bor degan o'xshash. Ya'ni bu dafnimi odamning e'tiqodi bilan zich munosabatli deb ko'rishga bo'ladi, dafn murosimini. Shuning o'xshash bularning dafni orqali nima ko'ra olamiz desak, bular oxirgacha shu atasining vasiyatilam emas, balki atasi orqali, bobolar orqali Xudoning qilgan va'dasi, shu so'ziga binoan qilgan, e'tiqodiga binoan qilgan shunday dafna va ishlar ekanligini biz ham ko'ra olamiz. Buni ham Yusufmu vafot bo'lish oldida degan vasiyati, ya'ni oxirgi so'zidimi shu ahdining mazmunini tilga olib turib qilgan so'zi bor. Ya'ni shu 50-bobda, ya'ni oxirisida Yusufmu deydi: "Men olam o'tishga oz qoldim. Xudo cho'qim sizlarga ko'ngil bilib, sizlarni bu yerdan elib Ibrohimga, Isoqqa va Yaqubga va'da qilib bermoqchi ziminga boshlab boradi. Shu chog'da mening jasadimni elib ketdinglar" deb turib, alayda Yusufning maskartgan mazmuni bor. Şunun o'xshash Xudoga umidini bog'lab, Xudoning ahdisiga bog'lanib, Xudo bilan personal, bevosita bo'lgan personal munosabat o'rnatib yashaganlar, e'tiqodi bilan yashab o'tganlar, e'tiqodi bilan hayotini yashab o'tganlarning hayotida umidini, buni ya'ni İbraniyalar hazlan xatar qilib ko'ra olamiz. Ular umidini yer yuzidagi emas, balki arishdagi makonga tikkan degan o'xshash. Bularmi o'zi oxirgacha hayotining oxirgi nafsi, ya'ni yer yuzidagi hayotining eng oxirgi nafsi qadar e'tiqodi bilan Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan shu va'da, shu ishlari va shunday Xudoning tamomlamoqchi bo'lgan shu shon sharafli ishlariga bo'lgan umid bilan oxirgacha ko'zini Xudoga tikkanligini biz ko'ra olamiz. Buni ham panda nasihatlar nima deydi desa, bularning gapiga o'xshash mazmunni panda nasihatlar 15-bobga qaraydigan bo'lsak, shayda durust odam haqqoniylar bo'lsa, sakarat yotgandimi, sakarat tushgandimi umidvorlar degan o'xshash shunday so'zlar bor. Ya'ni nima demoqchi desa,
Xudoning va'dasini, Xudoning so'zlarini, Xudoning ahdisini, ya'ni ahdisiga bog'lanib yashaganlar, Xudoga ko'zini Xudoga tikib, umidini Xudoga bog'lab, Xudoga bo'lgan umidi bilan yashaganlar, Xudoning shu shon sharaflik ishlarini tamomlamoqchi bo'lgan ishlarini kutib yashaganlarning bo'lsa, shu arishki Xudoning shon sharafi podshohligiga o'zining umidini bog'lab yashaganlarniki bir umr hayotini, yer yuzidagi hayotini oxiriga qadar shu Xudoga bo'lgan umidi bilan, Xudoga bo'lgan tashnaligi bilan, Xudoning shu tamomlamoqchi bo'lgan ishiga ko'zini shu tamomlamoqchi bo'lgan shon sharafi podshohligiga tikib turib, shunday bir umr hayotini shunday e'tiqodi bilan o'tkazganlarning hayotini biz ham ko'ra olamiz. Shuningdek Yusufmu eng oxirsida olamni o'tish oldida ham qarindoshlariga shunday degan emas, men olamni o'tishga oz qoldim. Xudo sizlarga g'amxo'rlik qilib bu yerdan, ya'ni Misrda o'ltiralish qilgan bo'lg'achqa, Misrdan elib Ibrohimga, Isoqqa va Yaqubga va'da qilib bermoqchi shu zaman boshlab bordi deb. Bu Yusufning bu degani biz 46-bobda, ya'ni Yaqub Misrga kelishdan burun bari shabada otasi Isoq e'tiqod qilgan Xudoga duo qilgan vaqtida Xudo Yaqubga ko'rinish vaqti emas, sen Misrga berishdan qo'rqma, men sen bilan birga berib, shu joyda sening avlodingni ulug' bir avlod qilib, men shularni qaytirib bu yerga akilaman deb shu va bergan va'dasi bo'yicha Yusufmi bu yerda Xudoning shu va'dasi bo'yicha Xudoning ularga g'amxo'rlik qilib bularni elib, shu Xudoga va'da bergan, Xudo Ibrohimga, Isoqqa va Yaqubga va'da bergan shu ahdisi bo'yicha, shu va'dasi bo'yicha bularni biz Misrdan elib ketib, shu Qanon zaminiga o'ltiraqlashib, shu boshlab bardaqlik bo'lgan imoni va e'tiqodi bilan qarindoshlariga shunday deymizmi? Sizlar shu joyga boshlab bordi. Shu vaqtda Xudo sizlarni shu joyga elib ketgan vaqtida mening jasadimni ham birga elib ketdinglar deb turib qasam qildi emasmi? Shuna o'xshash Yusufmi ham, Yaqubmi ham, biz Ibrohimni ham ko'rgan vaqtlarimizda bularning umrining hayotining oxiriga qadar qanday Xudoning shu ahdisiga, va'dasiga bog'lab turib o'zining hayotidagi har bir ishlarini, planlarini, qarorlarini hammasini Xudoning va'dasiga, Xudoga bog'lanib turib qilganliklarini biz ko'rib o'tgan edik. Yusufmi ham, Yaqub ham shunaqaligini biz ham ko'rib o'tamiz. Yusufning olamni o'tishini baldir so'zlab qoldik. Endi chunki Yaqubning dafnasiga birlashtirib ko'rishga ham to'g'ri kelib qoldi. Endi o'rtadagi bo'lakni, ya'ni Yusufning qarindoshlari Yaqub, otasi Yaqub vafot bo'lgandan keyin bular yana g'am andishishdi. Ya'ni Yusuf ko'nglida burun biz uning qilgan yomonligimiz uchun adovat saqlab bizdan intiqom olmaymiz, qanday qilamiz deb o'ylab bularning ko'ngliga shunday bir nima tushdi-da, g'um tushdi. Shuning bilan bular bir kishini oldin Yusufga evatib, ya'ni Yaqubning so'zi deb turib, ya'ni otasining jon uzish oldida qilgan so'zi deb turib, bular akalaring sana yomonlik qilib qo'ydi, ularning gunohini kechirim qilib deb Yaqubning so'zi sifatida Yusufga bir odam orqali shu odamni evatdi. Ham shunday qarindoshlari qo'rqib, ya'ni adovat saqlashidan qo'rqib shuni ashni qilganda Yusuf bu so'zni anglab yig'lavatdi degan so'z. Bu Yusuf nihoyatda ko'p qaraydigan bo'lsak, Yusufning voqealigini ko'rgan vaqtimizda Yusufning nihoyat ko'p holat yig'laganligi ayt voqealar nihoyat ko'p. Ya'ni 42-bobda, 43-bobda, 45, 46 ya'ni har bir bobda shu qarindoshlari tufaylidan shu qadar jiq yig'lab asar to'kkanligi aytmasman ba. Bu 50-bobda Yusufning yig'lavatdi degani nima desa, shu akalarning shu ya'ni bu akalar o'yladi emasmi, adovat saqlab bizdan intiqom olsa, biz Misrda hozir Yusufning qo'llasida tursak deb turib, bular Yusufning intiqom olishidan qo'rqib, ya'ni otasining nima so'zi sifatida kechirvat, sendan bizning xatoligimizni kechirim qilishini so'raymiz. Biz otang ibodat qilgan Xudoning xizmatkorlari, biz san qul bo'laylik deb degan so'zlari bor emasmi? Yusuf bu yerda oldingi boblarda biz Yusufning qarindoshlari degan so'ziga oid biz nihoyat inat degan edik. Ya'ni Yusuf qarindoshlariga bo'lgan muomalasida Yusuf hayotiga Yusufning hayotidagi irodasi, va'dasi sifatida shu va'dasini qilib turib qaragan, o'zining hayotiga Xudoning va'dasi bilan qaragan emas. Xudoning va'dasi bilan o'zining hayotidagi bo'lgan ishlarga baho bergan Yusuf. Shuning uchun qarindoshlarining qilgan ishlarini balki qarindoshlari emas, balki Xudo shu qarindoshlar qilgan shu yomon ishni yaxshi ishga aylantirib, nurg'un kishilarning hayotini qutqizish uchun Xudoning Yusufni shu ishlar orqali tanlab turib,
Xudoning yuziga qanday yorilib, qanday ishlar qilganliklariga ayt shu mazmun orqali, ya'ni Xudoning xizmati ustidan ko'rib turib, Xudoning irodasini o'lcham qilib o'zining hayotiga qarab turib, bu qarindoshlarni allaburun kechirib allaburun ularga tasalli berib, ularni quchoqlab turib, ularga allaburun tasalli bergan. Lekin qarindoshlari Yusufning o qarindoshlarini bag'riga bosishini bo'lsa, otasi Yaqub sababidan o'zini bag'riga bosgandek tushunib olgan bo'lg'achqa, shuning uchun bular Yusufning qarindoshlarini bag'riga bosishi bo'lsa, e'tiqodi bilan, mehr shafqati bilan, mehr muhabbati bilan shu kechirib o'tganligini, nihoyatda Rəhim şəfqəti bilən qarindaşlarının qılğan işlərinə Xudanın iradəsi bilən görüb durub, Xudanın gözü bilən şu barlıq işlərə qarab durub, qarindaşların keçirib ötkənligini bu qarindaşları düşənməsin, Yusufның qarindaşlarına bağırıq bəsişi bolsa, atısı Yaqub səbəbidən dəb oylab qalğan. Şunun üçün bunlar adavət, intiqam deyən sözlərini qayıt tilğağın əməsmi bu qarindaşları. Lakin Yusuf bolsa bularını allıburun özünün hayatığı bolğan Xudanın iradəsini düşənganligi səbəbindən, Xudanın iradəsi, Xudanın mehr şəfqəti iltifatını düşənganligi üçün qarindaşlarını bağırıq basqan bilən bu qarindaşları şu mehr şəfqət, şu niməni düşənməyənligi üçün bir yerdə yığılğanlığını biz görüb alalayımız. Yəni şu mehr muhabbətinin mahiyetini, şu qarindaşlar arasındakı mehr muhabbətini şunu düşənməsin bular adavət, intiqam degan sözünü Yusufga deganligi uchun Yusuf bo'lsa mehr muhabbati bilan Xudodan olgan mehr shafqat, Xudodan kelgan shu mehr muhabbat, Xudoning insonlarga ko'rsatgan shu mehr muhabbatini biz oldingi qatim shu qadar takrorlab o'tgan. Shuning o'xshash bu Yusuf shu Xudoning mehr muhabbatini, mehr shafqatini tushunganligi uchun shu mehr shafqatning, mehr muhabbatining Xudoning insonlarga mehr muhabbatining qancha cho'nqur bo'lganiga o'xshash shu Xudoning mehr muhabbati, mehr shafqati bilan, shu mehr shafqatga to'lgan qalb bilan Yusuf ham qarindoshlariga shu mehr muhabbati sevgisi bilan qarindoshlarini bag'riga bosib muomala qilgan edi, lekin qarindoshlari shu mehr muhabbatni tushunmaganligi uchun adovat, intiqomni so'zlab o'tdamizmi? Biz yangi ahdida qaraydigan bo'lsak, mehr muhabbat degan Korintolar yozgan xat 13-bobda bor emas, mehr muhabbat degan bob. Shuni qarsaqmi, mehr muhabbatda bundaq adovat, intiqom degan so'zlar mehr muhabbatga tabiiy so'zlar emasligini biz bilalaymiz. Shuning uchun endi bu yerda Yusuf qarindoshlarining so'zini anglab o'tishi hargiz ta'sirlanib emas, balki qarindoshlari orasidagi qarindoshlarining shu o'ylagani Yusufni tek tushunmay turib, Yusufning shu ko'rsatgan mehr muhabbatini, qarindoshlariga bo'lgan sevgisini qarindoshlari tushunmay turib, Yusufni bular o'zlari adovat bilan o'chalarmi deb tushunib olgan emasmi? Shuning uchun bu yerda Yusufning yig'ilganligini biz tushuna olamiz. Buni oxirgi mazmundan tushuna olamiz. Ya'ni 19-oyatda Yusuf bularga, ya'ni qarindoshlari deydi emasmi? Aşına sözünü yetkizib bolgandan keyin uning oldiga berib, 5 yer tekish ta'zim qilib biz sening qo'ling bo'layli degandan keyin Yusuf bular qo'rqmanglar, men hukm qilib jazolaydigan Xudo emasman. Sizlar aslida menga ziyankesh qilmoqchi edinglar, lekin Xudo nurg'un kishilarning hayotini saqlab qolish uchun yomon ishinglarni yaxshiga aylantirdi. Bugun mana shuncha nurg'un kishilar hayot qoldi. Sizlar qo'rqmanglar, men cho'qim sizlarga farzandlaringlarga g'amxo'rlik qilaman deb turib tasalli berganga aytdi so'zi bor. Biz buni bir tasvir ko'rib o'tsak, qo'rqmanglar, men hukm qilib jazolaydigan Xudo emasman degan so'z nima so'z desa, buni biz ibronicha so'z bilan bevos ko'rsak, qo'rqmanglar, menmi Xudoning taxti oldidaman. Yani menmi Xudoning huzuri oldidagi odamman. Men Xudoning taxti oldida, men Xudoning huzuri oldida. Yani men Xudodan aymindigan, Xudodan qo'rqadigan odamman. Xudoning shu so'zlari bo'yicha yashaydigan odamman. E'tiqodim bilan yashaydigan odamman. Xudo xursand bo'ladigan ishlarni, Xudo menga qil degan ishlarni qiladigan odamman. O'z oldimga, o'zimning o'y fikrlarim bilan, o'zimning xiyollarim bilan qiladigan shu ishlarni qaror qiladigan odam emasman degan gapda bu. Endi men Xudoning taxti oldidagi odamman deyni. Men Xudoning quliman. Men Xudoning taxti oldida turgan, Xudodan aymindigan, Xudodan qo'rqadigan, Xudoga bo'lgan e'tiqodim bilan har bir ishlarni Xudoga bo'lgan e'tiqodim bilan qiladigan odamman deb bu yerda o'zining e'tiqodiga bog'lab turib so'z qildi. Chunki e'tiqod bilan qilganimizda bu intiqom
bu narsalar inson o'ziga xos emas, balki Xudoga tava bo'lgan ishlar. Bu intiqom bo'lsin, adovat bo'lsin, bular hamisi Xudoninkidir degan gaplar bu lavila qismidan bor o'qisanglar. Ham yangi aytdimmi, Aysan Masih o'zim eskartgan so'zlar bor. Shunga o'xshash Yusufiyada qarindoshlariga degini, men Xudoning oldidagi odamman. Xudodan qo'rqadigan, Xudo buyurganini qiladigan odamman deb turib, unda shaxsiyatim bilan o'zimning shaxsiy ishlarim bilan qaraydigan, shaxsiy ko'zlarim bilan shaxsiy o'zimning ishlarim orqali hayotim orqali ko'rgan emas, hayotimga Xudoning irodasi, Xudoning shu mening hayotimdagi irodasi qamashmagan ishlari bilan qaraydigan odamman degan so'zni bu yerda shu so'zlarni o'z ichiga olgan bir so'z ekanligimiz bu yerda ko'rib o'talaymiz. Yusuf izchil degan so'z shu emasmi? Ham shuna deydi. Sizlar ziyonkashlik qilmoqchi bo'lgan bo'lsanglarmi, lekin Xudo kishilarning hayotini saqlab qolish uchun, ya'ni sizlar yomonlik qilish o'ylagan edinglar. Xudo o'ylaganlaringlarni yaxshiga aylantirib, shu kundan beri nurg'un odamning hayotini qutqizdi degan gapda bu yerda. Ya'ni sizlarning o'ylaganinglar yomonlik bilan Xudoning o'ylagani yaxshilik. Xudo shu kundan beri, ya'ni sizlar yomonlik o'ylagan kuninglarda Xudo yaxshi o'ylagan, yaxshini o'ylagan. Shu kundan boshlab Xudoning shu plani bo'yicha nurg'un odamning hayotini qutqizdi. Ya'ni mening orqali nurg'un odamning hayotini qutqizdi deb turib bu yerda Xudoning plani, Xudoning niyat maqsadlari. Biz buni qaraydigan bo'lsak, Yeshaya qismida nihoyat ko'p, izchil Yeshaya qismining boshidan oxiriga qadar bu so'zlab yotgan bir motiv, ya'ni tema nima desa, shu Xudoning plani degan so'z. Xudoning plani, Xudoning niyat maqsadlari, Xudoning ishga oshirmoqchi va'dalari, shu insonning o'ylaganlari shunday bo'lsa, lekin amalga oshirgan Xudoning va'dasi, Xudoning plani deb buni panda nasihatlarda aniq chiqadi, Yeshayada aniq chiqadi emas. Men bu Yusufning deganimi dal shunga o'xshash. Sizlar yomonlikni o'ylagan edinglar, yomonlik qilish o'ylagan edinglar, lekin Xudoning o'ylagani bo'lsa yaxshilik. Ya'ni Xudoning plani. Amalga oshirilgani bo'lsa, Xudoning plani, Xudoning va'dasi. Shunga shu kundan boshlab, ya'ni Xudo shu ishni mening hayotimga eratgan bo'lishga, mening hayotimdagi Xudoning qo'li, mening hayotim boshlagandan shu kundan boshlab nurg'un odamning hayotini qutqizdi deb turib, deydi, endi bugun mana shuncha nurg'un kishilarning hayot qoldi deb. Ya'ni izchil aqlli degan so'zi Yusuf o'zining hayoti ustidagi Xudoning irodasi, Xudoning so'zlari, Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlariga bo'lgan shu tushunishi bilan o'zining hayotiga izchil shu hayotiga Xudoning ko'zi bilan, Xudoning so'zi bilan, nuqtai nazari bilan qarab aqllarga izchil shunday so'zlab kelgan emasmi? Izchil Yusuf bilan qarindoshlaring gap chiqqan vaqtida bu so'z izchil takrorlanyotdi. Sizlar yodinglar kelgandi. Shunga o'xshash aqllarga shunday tasalli berib qo'rqmanglar degan so'zni bir qayta takrorlaganimiz ko'rib olamiz. Ham shunday 21-oyatda sizlar qo'rqmanglar. Men cho'qim sizlarga farzandlaringlarga g'amxo'rlik qilman deb. Hem shunaqla Yusuf yerda qarindoshlar mehribonlik bilan tasalli berdi degani, mehribonlik bilan degan so'z bu yerda qalbi bilan, yuragi bilan so'zladi, yuragi bilan tasalli so'zlarni qildi degan so'z bu yerda chiqadi. Men yuragi bilan, yuragi degan gap endi Xudo bir e'tiqodi, iymoni, Xudoga bo'lgan shu qalbi deganlarni o'z ichiga olgan so'z. Shuni tushunishga bo'ldi. Xo'sh, bayan biz Yusufning oxirgi hayotini, ya'ni o'lishdan burun qarindoshlari degan so'zimiz bayan ko'rib o'tgan edik. Bu yerni biz qisqacha yig'inchoqlasak, Yusuf 110 yoshida olamdan o'tib, o'zining o'g'li Manasa, Efraim edi emasmi? Efraim Manasa. Efraimning 3-avlodini ko'rish muyassar bo'lganligini va Yusuf Manasa, ya'ni bir o'g'li Manasaning o'g'li Makirning o'g'illarini o'z qo'yniga olgan deb aytadi. Bular başqa kitap qismi, ya'ni Qonun sharhida, Cho'lbayon safarda, Yoshuvada, Sardarlar qismlarida bu Makirning ismi ko'p tilga olindi. Ya'ni Makirning avlodlari qanday qilib nalarni, masalan, Qonun sharhi va Cho'lbayonni qaraydigan bo'lsak, Makirning avlodlari Iordan daryosining Manasaning o'g'illari bo'lsa, Manasaning o'g'illari Makir. Cho'ng o'g'li Yair, ondan keyingisi Makir. Bu Qonun sharhi 14-15 boblar qarasanglar bor. Ularga Iordan daryosining sharqdagi shu Manasa yerim qabilasi deganlar, mushlarning Manasaning o'g'illari. U yerda qanday qilib shu zaminni, qanday chapdasi bilan shu zaminlarni ag'alik aytmazmonlarni biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Shuning uchun bu yerda Makirning ismi chiqdi bu yerda. Bu Makir keyin Gelad jamiyati deb atildi.
Bunu biz şu Yeshua Serdarlar kısmını okuyattığımızda şu jaylarını sizler görüp esnanlar buldu. Yeshua 17. bablarını, Serdarlar 14. babını, Çöl Bayan Seferi 29. babını, Kanun Şehri 14-15. bablar qarısanlar, şu Yusuf'un avlatlarının igeleyen ziminleri ait mezmunlar var. Şularını görüp esnanlar buldu. Yani Yusuf bu yerde şu çevirleri geçerlik, 3. avlatlara geçerlik, özün ballarını hem körüşkü müyesser olup şu kadar uzun ömür gördü. Degeni endi Xudanın bəxti ata qılğan bir hayatını yaşadı deganini biz bu yerdə yığıncaqlay alayımız. Hem şundaqla Yusufmu alemden ötüşkü az qalğanda onun qarindaşlarına, yani akıllarga degan so'zlar orqali o'zining iymoni e'tiqodi bo'yicha, yani Yaqubga Xudoning Yaqubga bergan va'dasini shuni tutib turib, shu va'dasi Xudoning ahdisiga bog'lanib turib deydi. Yani Xudo cho'qim sizlarga ko'ngil berib bu yerdan elib, shu Ibrohimga, Isoqqa va Yaqubga va'da bergan zaminga boshlab bordi. Shu vaqtda o yerga mening jastimnimi belgilab ketishga men oldimda qasam qilinglar deb turib, shu va'dasi, shu ahdisi bo'yicha qarindoshlariga shuna degan so'zni topilgan so'zini biz ham ko'rib olaymiz. Ham shundaqla Yusufning bu vasiyatining ham biz qaraydigan bo'lsak, Misrdan chiqish 13. bob qaraydigan bo'lsak, shu vaqtda ular Isroillar Misrdan chiqqanida, yani 13. babda 19. ayet qaraydigan bo'lsak, Musa Yusufning jasad so'ng kunini elib mandi deb bormasmi? Shu vaqtda amaliyalashganligini yana ko'rib olaymiz. Biz qaraydigan bo'lsak, Yusuf 110 yoshida vafot bo'ldi, yani olamni o'tdi deymizmi? Yusuf izchil o'zining hayotiga Xudoning so'zi, Xudoning irodasi o'zining hayotida o'zi orqali amalga oshirmoqchi, uning Xudoning irodasining shu irodasining nimaligiga, shuning bo'lgan tushunchasi bilan o'zining hayotiga Xudoning irodasiga bog'lanib turib qaraganligini izchil hayotini shuni o'tkazganligimiz ko'ra olaymiz. Ya'ni Yusuf Xudo bergan iltifotni, Xudo ato qilgan shu mehr shafqatni, Xudo ato qilgan huquq va imtiyozlarni ham o'zi uchun emas, bayonmu aqllarga degan so'zdan ham tushunib o'tganimizga o'xshash, o'zining uchun emas, o'zining shaxsiy arzu havas g'oyalarini amalga oshirish uchun emas, balki Xudoning iltifotini, Xudodan olgan mehr shafqatini, Xudodan olgan shunday chunqur iltifotlarni, shu imtiyozlarni hammasini Xudo uchun, Xudoning mehr shafqatini shularga ham taqdish uchun Xudoning irodasi bo'yicha o'zining hayotini, Xudoning irodasini amalga oshirish uchun Xudoning irodasining ijrochisi sifatida yashaganligini biz ham ko'rib olaymiz. Buni ham bizmi Isa Masihning hayotimi Xudoning so'zining, Xudoning va'dasining ijrochisi sifatida o'zining hayotida Isa Masihning hayoti orqali Xudoning barliq irodalari, ahdlari, barliq qutqizish xizmatining ham Isa Masihning ustida tamamen namoyon bo'lganligini, amalga oshirganligini ham biz ko'rgan emasmi? Isa Masihmi kirsimlanishdan burun kashligi nimada duo qilgan vaqtida shuna deydi emasmi? Xohlasan bu qadahni, bu azob qadahni mendan elbette alaysan, lekin mening emas, balki sening irodang bo'lsin, irodang bo'yicha bo'lsin degan o'xshash. Bu gaplarni biz mundaqlam yenik tushunishimizga bo'lmaydi. Biz texmi cho'nqur tushunib o'tishimizga, tahlil qilib o'tishimizga, o'zimiz hayotimizni tatbiqlashimizga to'g'ri keladi emasmi? Shunga o'xshash Yusufmi o'zining hayotini izchil Xudoning irodasining ijrochisi sifatida, Xudoning o'zining hayoti ustida Xudoning irodasini to'liq namoyon qilishi, amalga oshirish uchun izchil Xudoga bog'lanib, Xudoga qarab, Xudoga talmirib, Xudoning irodasi bo'yicha yashashga o'xshash, bizmi ham hayotimizni Xudoning irodasi nima degan narsalarni so'rab turib, Xudoga bog'lanib, Xudoning so'ziga bog'lanib turib, Xudoning so'ziga bo'lgan tushunchamiz bilan hayotimizga Xudoning so'zi bilan qarashimiz ham to'g'ri kelganligini biz Yusufning hayoti orqali ham cho'nqur tushuna olamiz. Shuna qilib qarindoshlar, olamning yaratilish darsimiz 1-bobdan 50-bobgacha biz mana bugun oxirlashdik. Agar bu darsimizning boshidan oxiri men to'liq anglab chiqqan qarindoshlar bo'lsa, balkim olamning yaratilishi orqali bir kartinani, Xudoning qilgan ishlarini balkim o'zi sizib chiqa oladigan shuna bir nimalar, uqumlar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Biz oxirida bu olamning yaratilishini biz dastlabda birinchi darsni boshlashdan burun bir qatim cho'ng kartinasini sizib turib ko'rgan edik, boshlagan edik. Shu bo'yicha biz olamning yaratilishi bir butun gavdasi bo'yicha Xudo nimalarni qildi, nimalarni qilyotdi va bu olamning yaratilishi olamning yaratilishi orqali nimalarni vujudga chiqardi deganga o'xshash bir qatim xulosalab chiqaylik.